keragi bor? Nima keragi bor meni yo'limga tiqilib, ha? Aka, meni yo'limga tiqilib keldingiz-a? Kim aytdi avg'oq bu? Men avg'oq qilib o'tganim yo'q. V702NB quvvat o'tish bilan o'zib ketishda farqiga bormaydigan haydovchilar bor. Mana shunaqa haydovchilar uchun prava imtihonini boshqatdan joriy qilish kerak. Ya'ni turtib o'tib ketganiga necha orqamdan turtib ham o'tib ketdi bu haydovchi. Ya'ni DTP bo'lgan joyni tark etibdi. Unga jarimasi ham bor. Agar to'xtab kechirim so'raganda-chi bu video Instagramga joylanmasdi. Bu videoni men Instagramga joylayman. Yo'l harakat qoidalarini bilmaydi. Ya'ni quvvat o'tish bilan o'zib ketish farqiga bormaydi. Ya'ni o'ng tomondan quvvat o'tish mumkin emas deyapti. Quvvat o'tish nima? Quvvat o'tish bu qarama-qarshi tomonga chiqish. O'zib ketish taqiqlanmaydi. O'ng tomondan, chap tomondan taqiqlanmaydi. Mana ko'rsanglar bo'ladi nima qilib ketganini. Mana ozgina tekkan, ozgina qirilgan joyi bor. O'sha g'adir-g'udir bo'lib qolgan mana bu joyi. Da bu hech nima emas, Spark mashinasi uchun. Prosta bu narsa ko'ngilni xira qiladi. Uzr so'rab ketmagani uchun.